Bu qizlar fohishalikni o'ziga kasb qilib olgan, bundan uyalishmas, kayfu safodan lazzatlanib yashashardi. Kunlardan bir kuni boyvachcha yigitlar 3 qizni dala hovliga olib chiqib ketishdi. Ichkilik, sauna, basseyn, xullas, bu yerda bo'layotgan ishlardan shayton uyatda edi. Bu uydagi zino va ishratdan davra qizgandan qizib, ichimlik tugadi. Ichimlik uchun do'konga chiqmoqchi bo'ldi yigitlardan biri. Unga sherik qilib suyg'oyoq qizni yuborishdi. Bu dacha atrofi tog' bo'lib, magazin uzoqda edi. Mashina muzikasini baland qilib ketishardi do'kon tomon. To'satdan qizning ko'zi dalada bog'langan eshakka tushdi va "To'xtang, otga mindiring, iltimos" deganida yigit kulib, "Bu otmas, eshak. Uni nimasi senga qiziq" dedi. Qiz esa qo'ymay to'xtatdi va yo'l chetiga mashinani qoldirib, eshak oldiga ketishdi. Shunda qiz "Meni suratga oling" deb telefonni berdi. Yigit esa suratga olarkan minib ham tush dedi. Shunda qiz "Minaman" desa eshak qochar, yigit esa kayf qilib kulardi. Qizni jahli chiqib orqasiga qilib turgan eshakni dumidan tortganda qizni og'zi aralash betidan tepib yubordi. Buni suratga olayotgan yigit dahshatdan nima qilishini bilmay qotib qoldi. Qiz hushsiz, og'zi burni qon yotardi. Yigit nima qilishini bilmay qizni ko'tarib mashinaga tashladi va katta tezlikda ketayotib yo'lni kesib o'tayotgan qo'ylar podasini ko'rib shoshib boshqaruvni yo'qotdi va xarsang toshga urildi. Bu falokat 2 yoshni umriga zomin bo'ldi. Ularni u dunyoda savol-javob kutardi. Azizlar, har qanday harom ishning oxiri aynan mana shunday bo'lib tugaydi va unga javob berish oson bo'lmaydi. O'z fikr-mulohazangizni kommentariyada qoldirishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Eng qiziqlari hali oldinda.